Assalomu alaykum, xayrli kun qizlar. Yaxshimisizlar? Mana sizlarga va'da qilgan shalvar asos andazamiz. Bundan lozimlar, shalvarlar, keyin anaqa lasinalar bemalol tiksiz bo'ladi. Bu oson usulda quriladigan asos andoza. Lekin bitta narsani eslatib qo'yishim kerak. Bu Müller metodikasining klassik shim asos konstruksiyasi emas. Shuni bilib qo'ying. Bu soddalashtirilgan shalvar asos andozasi. Bundan mana lozimli ko'rinish turibdi. Buni bemalol modellashtirib shalvar ham qilishingiz mumkin. Mana bu yerni kengaytirib. Endi ishga o'tamiz. Bizga kerak bo'ladigan o'lchamlar. Bizga 4 ta o'lcham kerak bo'ladi. Mana. Birinchi boks aylanamiz. Menda bu 48-razmer boks, 44-razmerda boks aylanasi. Keyin uzunliklar. Pochani shimni lozimni bo'yini uzunligi kerak. Bu yerda mana 102 cm bizga lozimni bo'yini uzunligi. Pocha kengligi 36 cm. Oddiy lozimni pochasining kengligini qo'ydim. 50 o'tirish sathi. Bu o'tirish sathini qanday topamiz desangiz, odamni stulga o'tirg'izib, beliga bo'ylangan tasmadan stulgacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. Ya'ni beliga tasma bo'ylab stulga o'tirg'izdiramizda, o'sha tasmadan belgacha, ya'ni stulgacha qancha bo'ladi, o'shani o'lchab olamiz. Shu o'tirish sathi hisoblanadi. Ya'ni bu vysota сдвижения задней deyiladi rus tilida. Endi formulalarimiz mana bu yerda bu boksani topish formulasi. Buni qadam-qadam tushuntirib boraman. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan birinchi navbatda mana bu yerdan ozgina joy tashlab, to'g'ri chiziq tortib olamiz. Mana tortib qo'yibman. Men 1 ga 4 masshtabda quraman. Siz xohlang 1 ga 4 masshtabda, xohlang 1 ga 1 masshtabda qursangiz bo'ladi. 1 ga 4 masshtab degani bilmaganlar uchun bu 4 barobar kichraytirilgani. Men hozir hammasini kichraytirilgan razmerga quraman. Xo'p. Mana taxminan mana shu yerdan A nuqtani qo'yib olaman. Bu A nuqta bizda. Ko'ryapti? Xo'p. A nuqtadan lozim uzunligini qo'yaman. Mana bu yerda 102 cm menda uzunlik. Va N nuqtani belgilaymiz. Endi A va N nuqtadan perpendikulyar chiziq o'tkazib olaman yon tomonga. Sizda ham mana shunday prozrachniy lineyka bo'lsa, ancha oson bo'ladi ishingiz. Xo'p. Endi keyingi qiladigan ishimiz boksa aylanasi. Mana bu formulamiz kerak bo'ladi bizga. Ahvat bioder, ya'ni boksa aylanasini 2 ga bo'lib pribavka qo'shamiz. Bu pribavka 2 dan 10 cm gacha qo'shilishi mumkin. Misol uchun nimaga qarab bu desangiz, materialga qarab. Sizda materialingiz cho'ziluvchan bo'lsa, yaxshigina misol uchun cho'ziladigan bo'lsa, 2 cm yoki qo'shmasligingiz ham mumkin. O'rtacha misol uchun cho'ziladigan harakat haqi kerak bo'lsa, 2 cm. Agar materialingiz poplin yoki boshqa ko'proq harakat haqqini talab qiladigan, yana ham kengroq bo'lishini xohlasangiz, shalvaringizni 10 cm gacha pribavka qo'shishingiz mumkin bemalol. Tepasiga bunda ko'proq zborga tushadi va boksa aylana kengroq bo'ladi. Mana 10 cm qo'shganda. Men hozir 2 cm qo'shaman. Ya'ni oqibat bioder bo'lingan 2 plus pribavka. Bizda 96 edi, 2 ga bo'lsak 48 plus 2 50 cm bo'ladi. 50 cm ni yon tomondan qo'yib olamiz. Xo'p. Qo'yib oldik. Bu A1 nuqta hisoblanadi bizda. A1 nuqta. Endi N1 nuqtani ham topib olamiz. Bu ham xuddi shu masofani qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni 50 cm da bu N1 hisoblanadi. Endi A1 bilan N1 ni tutashtirib qo'yamiz. Mana. Endi A1 bilan A nuqtani o'rtasini topib olishimiz kerak.
Mana bundan ham vertikal chiziq o'tkazib qo'yamiz, to'g'risini belgilab. Xo'p, bu bizda A2, N2 nuqtalar. Endi K nuqtani topamiz. Bizda K nuqta bu o'tirish sathi. Xo'p, üstte сидение задний, ya'ni o'tirish sathining balandligi va plus pribavka. Pribavka 2 cm qo'shamiz. Bizda o'tirish sathi 27 edi razmerda. 27 ga 2 ni qo'shsak 29 cm. Xuddi shu 29 cm ni qo'yib olamiz. Va belgilab perpendikulyar chiziq o'tkazib olamiz. Mana prozrachniy linkani qo'yamiz, chiziqqa to'g'rilab va bir xil chiziq o'tkazib olamiz perpendikulyar. Bu K1 K2 nuqtalar hisoblanadi. Endi bu K va K2 nuqtalardan o'tgan chizig'imizni yana davom ettirib qo'yamiz. Chunki kerak bo'ladi bizga. Endi qiladigan ishimiz A nuqtadan pastga 2 cm, A1 nuqtadan tepaga 2 cm tushamiz. Bunda bu tomon oldi oq, shimni oldi qismi hisoblanadi. Bunisi esa orqa qismi. Popani hisobiga mana 2 cm chiqamiz. Bu yerda oldida popa yo'qligini hisobiga 2 cm tushamiz va buni tutashtirib qo'yamiz. Bu bizda lozimimizni balansini ta'minlaydi. Endi bu nuqtalarni tushib oldik. Endi mana shu nuqtalarni mana bu yerda A3 bo'lsa, bu yerda A4 hisoblanadi. A3 va K nuqtani orasini teng 3 ga bo'lamiz. Teng 3 ga bo'lamiz. Bu tomonni ham xuddi shunday. A4 va mana e'tibor qiling, A4 yangi nuqta va K nuqtani orasini teng 3 ga bo'lamiz. K2 nuqtani orasi. Mana bu bizda yordamchi nuqtalar hisoblanadi. Bularni nomlamaymiz. Endi qilishimiz kerak bo'lgan ish mana bu K nuqtadan bu yoqqa og'ni chiqib qo'yishimiz kerak. Oldi og'ni formulasi bizda oldi oq formulasi axvat biodir bo'lingan 20. Ya'ni boksa aylanani 20 ga bo'lamiz. Bizda 96 edi boksa aylana. Buni 20 ga bo'lsak 9 6 10 ga bo'lganda 4-8 chiqadi. Ya'ni 5 cm ga yaqin. Xo'p. Buni qo'yib olamiz. Mana oldi oq tomonga 4-8 ni qo'yib oldik. Bu bizda yangi nuqta. Yangi oq nuqtasi. Endi orqa og'ni belgilaymiz. Orqa oq nuqtasi bizda axvat biodir bo'lingan 10 cm. Ya'ni bunga qaraganda 2 barobar ko'proq. Ya'ni 9-6 cm ni qo'yib olamiz orqaga. Mana. Endi mana bu yerdagi yordamchi nuqta bilan mana bu yerdagi yordamchi nuqtani tutashtirib, oldi og'ni bu yerdagi yordamchi bilan bu yerdagi yordamchini tutashtirib, orqa og'ni loyihalab qo'yamiz. Hozir menda lineykam sinib ketgani uchun qo'lda loyihalayman. Siz likala bilan loyihalasangiz yana ham yaxshi chiqadi. Oldi og'ni chuqur qilib olmaymiz. Juda chuqur qilib loyihalamaymiz oldi og'ni. Orqa og'ni esa aksincha sal chuqurroq qilamiz. Mana bu chiziqdan tekisroq qilib, keyin tepaga chiqib ketsak, yana ham ayni muddao bo'ladi. Chunki orqa og' bizda sal chuqurroq hisoblanadi. Mana orqa og'ni loyihaladik. Va tepaga chiqib qo'ydik. Endi biz pochamizni topib olishimiz kerak. Pocha kengligimiz bizda keyingi formula 5-formulamiz. Pochani kengligini 2 ga bo'lamiz. Pocha aylanasi 36 edi, 2 ga bo'lingani 18. 18 ni o'ng va chap tomonga 18 cm ni qo'yib olamiz.
Bu yoyilgan holatda bo'lgani uchun 18 da o'zini 10 ga bu yoqqa 18, bu yoqqa 18 qo'yamiz. Shunda 2 buklanganda bizda hosil bo'ladi 16 sm hosil bo'ladi. Mana qo'yib oldik. Yangi nuqtalar paydo bo'ldi. Endi buni qalamda tutashtirib turamiz. Yordamchi chiziq bilan. Mana qalamda tutashtirib oldik. Bizda shalvar asosimiz tayyor bo'ldi. Endi qilishimiz kerak bo'lgan korrektirovkasi bor. Ya'ni mana shu oq nuqtasi bilan pocha nuqtasini teng o'rtasidan 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'ldik. Va ichkariga 1 sm kiramiz. Mana yordamchi nuqta. Bu yerda ham xuddi shunday korrektirovka qilamiz. 3 ga bo'lamiz. Masofani bir xil qilib, sizda necha chiqsa o'shani bo'lasiz. Va yana bu yerdan ham ichkariga 1 sm kirib qo'yamiz va lekala bilan shimni pochasini oq tomoniga chiroyli qilib loyihalaymiz. Izlaymiz kerakli nuqtani. Topdik. Endi flomasterda oldi va orqani xuddi shunday qilib loyihalab qo'yamiz oq tomonini. Mana og'imiz shalvar asosimiz tayyor bo'ldi. Buni oddiy ishton ko'rinishida hozir men tayyorladim andazani. Siz buni shalvar ko'rinishiga ham keltirishingiz mumkin. Ya'ni qanday bo'ladi? Agar siz ko'proq shalvar qilmoqchi bo'lsangiz, misol uchun tepasini ham ko'proq zborkaga yig'moqchi bo'lsangiz, mana bu yerdagi pribavkani ko'proq qo'shasiz. Mana 2 sm emas, kamida 5-6 sm qo'shsangiz yoki 10 sm qo'shsangiz ko'proq enliroq bo'ladi va zborkasi ko'proq tushadi. Endi buni pochasini hozir men shalvarga modellashtiraman. Mana bu yerdan to'g'ri qilib tushib qo'ysak, pasatkasi chiroyli shalvar hosil bo'ladi bizda. Siz buni lozimni balog'ini xohlagancha kengaytirishingiz mumkin. Mana bu ko'k chiziqlarimiz shalvar hisoblanadi, shalvar asosi. Endi mana bu yerda chok haqqi qoldirilmagan rezinka haqqini qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 3 sm rezinka haqqi qo'ysangiz, ko'k chiziq bilan rezinkani birdan ichiga qo'yib tikib yuborasiz. Agar rezinkani poyesini alohida qilmoqchi bo'lsangiz, 6 sm ni olib alohida poyes qo'yib olishingiz mumkin. Bu yoqqa ham chok haqqilarni 2 sm, 3 sm qaytarilishini qo'yasiz. Bemalol qaytarilishi uchun mana. Bu bizda shalvar. Ichidagi qora chiziqlar esa lozim hisoblanadi. Hozir men qaytarilish haqqini birdan qo'yib ketaman tepasiga. Xuddi shu ko'rinishda og'ini loyihalab qo'yamiz. Asosimiz tayyor bo'ldi. Sizdan ham xuddi shunday lozim asosini kutib qolaman.